Prezident qizi Saida Mirziyoyeva haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov boshchiligida shaharda dizayn kod borasida olib borilayotgan ishlarni sharmandali deb atadi. Bu haqida 30-iyul kuni poytaxtning Mirobod tumani Lolazor mahallasiga aholi murojaatidan keyin amalga oshirgan tashrifi davomida gapirgan. Mahallada noqonuniy qurilayotgan inshoot, bu yerda bolalar maydonchasi buzib tashlanib, daraxtlar qo'porilgani haqida axborot berish uchun shay turgan Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonovga yuzlangan Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi muammolarga ham to'xtalib shunday degan: Archa bayram qilib yubormanglar. Shaharning dizayn kodi muhim masala. Men ko'rib turibman, dizayn kodingizni sharmanda. Hamma joy. Saida Mirziyoyeva mahallani tark etayotib, Baxtiyor Rahmonovning qo'lini mahkam siqib, dizayn kod va boshqa mahallalarni hokim Shavkat Umurzoqovga yetkazishni buyurarkan, sharmanda qilmasin dedi. Gap shundaki, xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 2026-yil 17-fevraldagi qarori bilan Toshkent shahrining dizayn kodi qoidalari rasman tasdiqlangan va joriy etish chora-tadbirlari belgilangan. Qoidalar poytaxt ko'chalari va binolarni tartibsiz reklama bannerlari, e'lonlar hamda shahar estetikasiga mos kelmaydigan vizual chiqindilardan tozalashga, shaharsozlik me'yorlariga amal qilgan holda yagona zamonaviy arxitektura qiyofasini yaratishga qaratilgani aytildi.